qaysidir bir qarindoshimiz bilan, qaysidir aka ukamiz bilan munosabatimiz buzilib qolgan bo'lsa, o'zim bilaman men ichimdagini deyishimizga haqqimiz yo'q ekan. İchingizdagi dushman u shaytonning nafsning gapida birodar. Bu sizga shayton aytyapti bu gapni. Siz shunaqa deyotganda darhol unga qarshi aytishingiz kerak. Bilaman, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda aytganini qilaman. Rizqimni keng bo'lishini, u dunyoda yuzim yorug' bo'lishini, agar aka uka bo'ladigan bo'lsa, u dunyoda ota-onamning yuziga qarashim uchun, ota-onamdan qolgan mehribonlarimni bir muomalasini chiroyli qilishlik uchun men kechiraman deya bilishligimiz kerak. G'animat biz. Hammamiz bir-birimizga g'animatmiz. U g'animat dunyoda keragi yo'q. Ikkita inson dushmanchilik qilish bir-biriga. Ikkita inson bir-biriga adovat qilishi, teskari to'nni kiyishi, arazlashib yurishi keragi yo'q. G'animat yaqinda oqtarib qolasiz. O'sha yomon ko'rib yurgan odamingizni ham oqtarib qolasiz, topolmay qolasiz. Hammamiz g'animatmiz. Mana shu joyda hozir hammamiz shu joydan turib uyga boramizmi yo'qmi Alloh biladi. Har bir qadamimizda Allah oyatda aytgandek, Estağfirullah ve ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nafs qayerda o'lishini bilmaydi. Jon qayerda o'lishini bilmaydi. Odam qayerda vafot topishini bilmaydi. Ve ma tadri nafsum maza taksibu g'ada. Ertaga nima qilishni bilmaydi. Hozir betdan chiqib qayerga borib nima qilishimizni bilmaymiz. Biz plan tuzaveramiz, Allohning plani o'tadi. Biz reja tuzaveramiz, Allohning rejasi amalda.